Demak, mana bugun 14-fevral 14-fevral 2026-yilda aaa, examga tushgan savollar kelibdi kanalga. Shularni hozir bitta-bitta yozib ko'ramiz hammasini. Harakat qilamiz yozishga. Demak, birinchi o'rinda savol tushunib olamiz. You had planned to join a trip organized by our company. Demak, siz bitta sayohatga qo'shilishni xohladingiz, ya'ni rejalashtirdingiz bizning kompaniya tomonidan tashkillashtirilgan. But it has been cancelled. Ammo u bekor qilindi. Demak, biz plan qilgan ekanmiz join a tripga sayohatga qatnashishni rejalashtirganmiz, ammo u rad etilibdi, ya'ni bekor qilinibdi. Endi writing task 1 yozing deyapti. Write a short letter to your friend. Okay. Do'stingizga bitta qisqa letter yozing deyapti. Who was planning to go on this trip with you? Siz bilan bu sayohatga kim borishni xohlayotgandi? Explain what happened. Nima bo'lganini tushuntirib bering. And tell them what you plan to do. Nima qilmoqchi bo'lganingizni ham tushuntirib bering deyapti. Endi qarangizlar. Bu yerda biz birinchi o'rinda yozamizdagi aniq maqsadga o'tib yozamiz. Unday nima deydi? Mayda-mayda gap qilmaymiz demoqchiman. Ba'zilar yozar writingda, masalan, dear palonchi pistonchi shu ahvollaring yaxshimi? Umid qilamanki yaxshi yuribsan, ishlaring yaxshi, uyingda kuchuging yaxshimi, u yaxshimi, bu yaxshimi deydidan indamay topolmay o'tiradi. Ya shunday odamlarda ba'zi qo'rquv bo'ladi-da. Masalan, hozir men birdaniga maqsadga o'tib qo'ysam, letterga so'z kamayib qoladi, keyin qaytib yozaman qolganini deydi-da. Lekin u xato narsa. Bir marta shunday yozasiz, bir marta hol-ahvol so'raysiz. Qanday ishlar yaxshi ketyaptimi? Men shu sayohat organize qildim bitta kompaniya tomonidan. Shu kompaniya nomini to'qib ketsam bo'ladi. Shu kompaniya. Ammo bu cancel bo'ldi. Men o'zimning do'stim bilan bu sayohatga borishni juda ham xohlayotgandik. Chunki bu sayohatga borishni anchadan pul yig'ayotgandik, bunday qilayotgandik. Endi men bu kompaniya tomonidan bo'ladigan keyingi sayohatlarga qatnashmoqchi emasman. Unday, bunday, shunday. Ana bu aniq maqsadga o'tganimiz shu bo'ladi. Unday oldi qochdi gaplar kerak emas. Demak, davom etamiz. Boshlaymiz. Dear nima desam bo'ladi? Dear Bahrom deyman men. Dear Bahrom. Okay. Davom etamiz. How are you doing so far? Ishlaring qanday ketyapti shu kunlargacha dedim. Endi men aytaman, men sayohat qilganimni u biladi. Endi men shuni eslataman. Do you remember getting tickets? Do you remember getting tickets for a trip in Turkey? Do you remember getting tickets? Do you remember me deyik mana, meni getting tickets chiptalar sotib olayotganman. Getting desak ham bo'ladi. Getni bu yerda olmoq emas, sotib olmoq ma'nosi kelyapti desak bo'ladi. Getting tickets for a trip in Turkey. Endi necha kunga deymiz? Necha kunga olayotgandim? For 30 days. Olayotganimni eslaysanmi? Mana eslaysanmi deb aytdim. Endi this trip has been cancelled recently by deb tomonidan aytyapmiz. Bu yerda bitta kompaniyani topsak ham bo'ladi, ammo
kompaniya o'zini shunday noma'lum qilib aytib ketsagan bo'ladi. This trip has been cancelled recently by the company deylik, by the company which organized this tour. Mana which organizes this tour. Demak, bu trip rad etildi, ya'ni bekor qilindi yaqinda. Shu sayohatni tashkil qilgan kompaniya tomonidan bekor qilindi. Endi men aytaman. Men bu sayohatga nima deydi? Men bu sayohatga oilam bilan borishni rejalashtirayotgandim. Qarang. I had been planning to go Turkey deb qo'yaylik, Turkey with my family. And when we heard about cancellation, we felt disappointed. Okay. Qarangizlar. Ko'ramiz. This trip has been cancelled recently by the company which organized this tour. Demak, bu sayohat, shu sayohatni tashkil qilgan kompaniya tomonidan bekor qilindi yaqinda. I had been planning, men rejalashtirayotgandim. Avval o'tgan zamonda bo'lyapti. Masalan, I have been bo'lsa, men hozir ham rejalashtirayapman bo'lib qoladi. I had been bo'lsa, men rejalashtirayotgan, keyin bu ma tugab ketgan hisoblanadi. Demak, I had been planning to go Turkey with my family. Turkiyaga men o'zim family bilan borishim rejalashtirayotgandim va qachonki biz cancellationni, ya'ni bekor qilinganini eshitganimizda we felt disappointed. Biz o'zimizni xafa his qildik. Endi aytaman, qarangizlar. Men aytaman endi qarang, nima deymiz? Men bu kompaniyadan boshqa trip tashkil qilmoqchi emasman deyishim mumkin, lekin bunday deb ketsam ham bo'ladi. Hozir birinchi aytgan gapim, masalan, bu kompaniya bilan trip boshqa tashkil qilmoqchi emasman degan gapim oson bo'ladi, ham yozilishi tez bo'lib ketadi. Lekin ikkinchi gapim, masalan, bunday deyishim mumkin. Hamma kompaniyalarda ham systematik yoki technical xatolar bo'lib turadi. Shuning uchun bir martaga tushunish kerak va men bu cancellation bilan pozitivman deb ketsak ham bo'ladi, lekin gapni ko'paytirmaymiz, qisqa lo'nda qilamiz. Shuni aytamiz, qani ketdik endi. Ne deymiz? Subsequently degan keyin degani. Subsequently I nima desak bo'lar ekan? Subsequently I thought that I am never gonna. Why is this red? Qarang. Ne qilamiz biz? I am never going to qilamiz. Going to organize deymizmi? I thought that bunday desak bo'ladi. I thought emas. I promised myself not to organize a travel
to overseas with this um, company degan bo'ladi, retailer degan bo'ladi. So I'm gonna go with company. Demak, with this company ever again. Ana bunday desak bo'ladi. Tamam. Endi see you soon. Abbos mana tamom mana shunday bo'ladi. Demak, ishlaring qanday yaxshi ketyaptimi? Do you remember me getting tickets for a trip in Turkey for 30 days? 30 kunga Turkiyaga sayohatga chiptalar olayotganimni eslaysanmi? This trip has been cancelled recently by the company which organized this tour. Demak, bu sayohatni tashkillashtirgan kompaniya tomonidan cancel bo'ldi, ya'ni bekor qilindi. I had been planning to go Turkey with my family and when we heard about cancellation, we felt disappointed. Demak, biz o'zimizni xafa bo'lgan his qildik. Undan keyin deyapman, I promised myself, men o'zimga va'da berdimki, not to organize a travel to overseas with this company ever again. Boshqa hech qachon bu kompaniya bilan chetga sayohat tashkillashtirmaslikni. Seni ko'rishguncha Abbos. Endi ko'ramiz, nechta so'z bo'pti shu. Bu yerda 74 ta so'z bo'pti. Mana shuni o'zi mana Sivon deganman, betu olib beradi sizga. 50 dan oshadi, 60 ga borib qoladigan ayting mana shuni o'zi. Agar bundan ham sal yaxshiroq yozaman desangiz, so'zlarni almashtirsa, buni bemalol 60 dan oshirib 65 ga olib borsa bo'ladi. Men shunday o'zi tayyorlanganim yo'q, shunday mavzuni ko'rib yozyapman, ko'rganimni yozyapman. Mana shunday qilib tayyorlasak bo'ladi. Endi hozir buni birinchi ko'rib oldik, keyingi videolardan part 1 va 2 ni ko'rib chiqamiz. Mana shunday bir tanaga maqsadga o'tib ketish kerak.